Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, mənim vaxtınla xeyirli olsun. Mən bişidi çıxıdığan 30 sekundluq nərsini səl asıl tweetimə deb unutub qapdı. Mən onun nərsini çox bək uzun vaxt saxlab ketkinlər üçün keçirim sorayım. Bugünkü temimiz vətəndəki Uyğur torçuluğu, yəni Uyğur mediası, yeni media. Amerikadan advokat Reyhan Əsəd, Norveçdən müstəqil tədqiqatçı Abdüvəli Ayıb efendim biz bilən billər. Bugün biz əmdə bizim vətəndəki media o fərqliq biz konvensional media köp cəhətdən dövlət kontrolunda şu an Uyğurların ictimailəşiş, uçur əlaqə edəndək sahələrinin tərəqqiyatına bizim Uyğur torçuluğu xeyli bir töhfə qoşqan. Bu vaxtda Abdüvəli akımız bizə təfsili bir məlumat bəhsədib ümid qılırıq. Birinci bu Abdüvəli siz bu sualığa cavab verən bolsanız. Vətəndəki Uyğur torçuluğu yeni media Uyğur cəmiyyətinə qandaq təsir göstərən? Uyg'urlardagi şu yangi media ya'ni ijtimoiy taratquv Uyg'urlarning hayotida eng muhim rol o'ynagan, ya'ni Uyg'ur hayotini bir yangilagan deb qarashga bo'ldi. Chunki Uyg'urlar shu social media ya'ni ijtimoiy taratquv barliq kelishdan burun butunlay davlat mediasi kontrolligida va shularningki targ'ibotlarini anglashga majburdi. Endi ijtimoiy taratquwlar maydonga kelgandan keyin Uyg'urlar farqli ovozlarni anglay oladigan, farqli to'g'rilarda, ya'ni ijtimoiy taratquwlarda o'zining ko'z qarashini aks ettira oladigan bo'ldi. Bizda shu to'r ijtimoiy taratquwlar barliq kelgandan keyin to'r yozuvchilari barliq keldi, to'r muxbirlar barliq keldi ve muvaffaqiyat qozongan to'r boshqaruvchilar barliq keldi. Bunun içinde bo'libmi shu 2009-yildagi Uyg'ur tarixiga yoziladigan 5-iyul fojiasi bo'lgan chaqda Uyg'urlar dal shu to'r orqali tashkillandi. To'rdagi masalan Uyg'ur Biz, Shabnam, Bag'dash, Diyorim, Salkin qatorliq to'rlar bu namoyishning partilishi tashkillanishida nihoyatda muhim rol o'ynadi. Bo'libmi Salkin to'ri, Shabnam to'ri, Uyg'ur Biz Ilhom To'xtining Ilhom to'ri nihoyat muhim rol o'ynagan. Shunga bu dastlabda va eng qattiq jazolanganlarni shu Uyg'ur to'rchilik bilan shug'ullanganlar, masalan Gulmira Imin muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Salkin to'rining boshqaruvchisi. Ondan Salkin to'rining yana bir boshqaruvchisi Nurmamat u muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Demak, buning rolini va ta'sirini mushundan ko'rib olib bo'ldi. Ikkinchisi biz u nimadan keyin 2010-yildan keyin yana bir qatam to'r asliga keldi. Asliga kelganda bu chaqda yangi bir xil medialar, yangi bir iqimlar barliq keldi. Buning ichida Bag'dash eng muhim rol o'ynadi. Chunki Bag'dash a'zolarining ko'pligi bilan haqiqatan Uyg'ur jamiyatiga bir yangilik sungan. Masalan, biz ayni vaqtda ona tilni qo'g'dash to'g'risida, ona til yaslidan echish to'g'risida harakat boshlagan chaqda Əgəş küçələrinin sani 1,5 milyondur. Yani Bağdaşның şunda bo'lgan chaqda mening shu taxmin bo'yicha qarasam 1,5 milliondan ortiq Əgəş küçəsi bordi ayni vaqtda. Shunga Bağdaş bu bir to'rbeti bo'lishdan taraqqiy qilib bir media shirkatiga aylangan. Uning to'liq ismi Bağdaş elektron media shirkati. Hatto bu shirkat o'z tarmog'ida e'lon ishlaydi. Turli saxavat faoliyatlarini qilgan. Hatto men Akbarninki bir film ishligini ko'rgan va u filmni o'zim ko'rib baqqan. Ya'ni Uyg'urlarningki yog'chilik madaniyati haqida bir film ishlagan ekan, u film nihoyat yaxshi chiqqan ekan. Demak, ular yolg'iz bu ijtimoiy taratquwlardan muvaffaqiyat qozonib, bu savdosini e'lonchilik va boshqa sohalarga kengaytgan. Shunga bu yolg'iz Uyg'urlarning hayotida emas, bir qism yoshlarning hayotida o'zgarish paydo qilgan, ularning tijorat engidimi o'zgarish paydo qilgan, ularga yangi tijoriy fursatlarni sungan. Ko'pdan ko'p rahmat Abduvali. Endi Akbar Asad Bag'dash to'rining quruvchisi Reyhan Asadning inisi bo'ldi. Endi Reyhan Asad bizga Bag'dash to'ri va Akbar to'g'riliq mumkin bo'lsa bir tafsiliy ma'lumot bergan bo'lsangiz, men ko'ruvchilar uchun. Rahmat. Bir narsani nima qilib tuzib qo'yay. 2009-yilgi mana iyun vaqasi bo'lgan
Shu mezgilda Bag'dash bir taqilib qolgan bir mezgil bor. Shu sababdan ba'zi chog'da bir fojiadan qutuldirib qolgan desakmi bo'ldi. Mana shu vaqtda Bag'dash nima emas degan. Shu chog'da nurg'ulg'an masalan Kim Abduli degandek nima sal keyin degan bir muncha torbatdagi yazarlar bo'lsin va yoki boshqa qurg'uvchilar bo'lsin, nurg'ulg'an odamlar shu chog'da 5 yildan 7 yil, 9 yilgacha masalan shu turmaga kirib ketib qoldi endi. Bu bir normal ishlar. Mening bilishimcha hamda Akbar kichigidan shu kompyuterni bak yaxshi so'ygan kichik vaqtimizda mana shu bir rasmi bor 5 yosh vaqtida deyman 5 yosh vaqtida bir uyga kirgan qarasangiz kompyuter bak yo'g'on bo'libdi bir ufqan bak kichiklam oldida o'tirib qolgan bir qizil bayroq nima taqib oladi nima ismi uning bunda qizil ashuna bir rasm borki oppoq kiyim kiyib shu rasmlarni ko'zimga shunday bir xil ama shunda vaqtda shu kompyuterga shu ko'rib bilan bir xil ishda nima bo'lgan alayda bir hissiyot bo'lganda shundan bo'lgan keyin shu o'qiyotgan vaqtimda Kalasbek ishlaydim shu matematika bir narsaga men bekrak o'rganish qildim. Akbar Jahra o'ynaydi lekin Kalasbek ishlagan shunda bo'lgan keyin masalan ayni vaqtda matematika olimpik nimasidami birinchi bo'lib shunda bir natijaga erishgan. Lekin uning maqsadi shu kompyuter orqali shu dashidim ham kompyuterni o'qidi. Shu vaqtdan boshlab endi bir yilqi davrning oldida mangan yoshlar deb qarayman mening nazarimda. Chunki bir oliy maktabda o'qiyotgan odam men mushunda bir ish qilaman, men bir to'r sohasi qurib shu chunki biz jamiyat bilan birga mayli xalqaro mushunda bo'ldi. Jungodimi nurg'ulg'an shu vaqtda masalan Xanzlanımı şunda bir yükselgen vakti ya torbatlarının şuna boğazqa men aşı bir davrning oldida mengishimiz kerak deb shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtdan boshlab shu Bag'dashni qurdi. Ayni vaqtda bir blog shaklida qurilgan, keyin bu bir rasmiy bir platformaga aylandi-da. Mening shu shunda o'ziga bekelqi qo'l qo'ydigan yerim hamda ayni vaqtda bizning uydagilar bunga bak qarshi turgan. Chunki biz Uyg'urlarda bekerak bir entrepreneurship desa, biz bekerak muqim xizmat bu yaxshi bo'ldi deb bunda o'ylaymiz nurg'ullarimiz uchun. Shunga bizning uydagilar bu qanday qilib bir o'zing bir shirkat qurib qanday qila olasan, bu bo'lmaydi deb. Masalan, iqtisodiyotda hech qanday masalan dadam men qo'lmayman degan ayni vaqtda. Agar haqiqatan qurmam o'shansam o'zingiz cho'qim shunda qilishingiz kerak degandan keyin Sizler yonlardakilarning tarbiyasi haqida yaxshi bir sonra Harvardni bitirgan ularning eng cho'ng to'r mediasini qurgan nima? Rahmat. Mening eng ta'sir qilgan yeri shu ayni vaqtda men kirgan shu uyga, shu Urumchida bir masalan uydimi bir xil shunda oddiy bir holatda masalan shu shirkatni qurish uchun Simo deyishganda bir yasamagan bir shunda bir holat turib rasmiy bir masalan chet elliklardan masalan Bill Gates u bu bularning hikoyalarini anglaymiz. Men shunda bir xil hikoya rasmiy shunda hikoya deb qarayman Akbarning nimasini. Lekin men qo'llagan. Chunki men qarab baqsam ufqamda bir alayda bir hissiyot borki bu to'r dunyosiga nisbatan shu men her vaqt dadamnimi ayni vaqtda qayilganman. O'zining nimasi arzusi qo'yib bering. Bu bir odam arzusini bilan bo'lgan vaqtda qolgan ishlarim yaxshi bo'ldi degandan keyin axir o'zi haqiqatan shunda natija qozonib bizni hammamizga bir nimasini ko'rsatdi o'zining haqiqatan talanti borligini ham irodasining borligini. Akbar bak kech ishlaydi. Tushdi qopdi soat 3-4largacha men chet elda vaqtimda u Kanadada vaqtimda mening kunduzlarda biz paranglashdik. Amniyatda u 7 soat 5 bo'lganda amsma o'qildim jimi deb ashunda biz davomli bak yaqin o'tgan ham o'zimning eng yaqin do'stim. Shunga meningcha Akbarning bir yilgi nimasi bir yilgi yoshlarning vatandagi bizning yoshlarning shu yangi davrga qarab menayotgan shu yuzlashining jarayonida
diki bir ilki success story yani bir galiba kazangan yaşlarda qaramdık. Ben aşında qarayman. Lekin en mühimi hem Abdullah aşı ne dedi? Ekber'in köngü bek isil. Undalqı ben bunu nam çıkarış için qılmagan. Ben bunu nim qılay dep qılmagan. En mühimi aşı sahavet işlerinde mesela aşı nimo söz yamaydigan adamlar ve söz işini öğrendi. Mesela aşı jaryanlarda bir xil sahavet işlerini qılıp meyip ballarga yardım fondları kurup aşında torbet arqılıq nurgulluğan pullarını toplap aşında yardım qan işleri bekçik. Şoňa aşı işler boğaşqa menençe aldı körüldi dep qarayman. Aşında kötürülgen hemdi. Ekberni hemmeyle şunda hürmetli etken nurgulluğan çoňlardan bolsun, kiçiklerden bolsun, hemmesi şunda yaxşı dep qaragan. Mehmet Ekber bilen tanışıp fırsatı geçken bunu kaç yıl gitti? Bir 5-6 yıl mı 7 yıl burunku deyme. Uçaklarda ben de küçükken 20 yaşlarda 21 yaşlarda bir baldım. Lekin ben Ekber bilen tanışıp hem de hayatımda görgen en kemteri insanlardan birisiyim ki Ekber. Elə çoğunluğumu boğan muamelesi, küçüküm boğan muamelesi, bu musu uçaklarda hem de Uygur cemiyeti daxil tanılgan şahslardan birisi hesaplanır bu Ekber. Hem bizge boğan muamelesimiz şunçilik samimi, şunçilik dostaneti. Ekber Kaç siz mi yazdığınız Bağdaş Toruğu uzun yıl Bağdaş Toruğu'nun hatta ziyaretlerini yaptığınız Bağdaş Toruğu makallarınız ilan kılındı şu yerde. Siz özünüz Bağdaş Toruğu ve Ekber Toruğu bir azraq sözle peygan bolsanız. Bağdaş Toruğu'nun hem de men mühim bir tarafi yani birisi şu Uygurlardaki ictimai meselelerninki hal oluşuğa türtkü bolgan. Mesela Bağdaş Toruğu şu her qaysı yazılarda, her qaysı nailerde yüz beripatkan nahaqçılıklarga sahna hazırlap bergen. Yani aş nahaqçılıklarni yazışqa sahna hazırlap bergen. Yani Uygurlarni etrafыңlarda bolupatkan nahaqçılıklarni yazыңlar, adaletsizliklarni yazыңlar. Bununla çokum hükümet cevap veriş kerak degan narsani tashabbus qilg'achqa mening esimni qilishicha birisi Qumuldagi bir ish hal bo'lgan bir dehqonning yerini tatib olibdi-ki. G'uljida. Yana qaytirib G'uljidami? G'uljidami bir yerini tatib olibdi-ki, shuni qaytirib bergan. Ondan Qashqarninki Yangisan noyasida xatolashmasam bir hokimga bir Uyg'ur o'ch xat yozgan, Qaysar hokimga o'ch xat deb xatolashmasam, mana bir o'ch xat yozgan. U o'ch xatga shu hokim Bag'dodda javob qaytargan. Odatda bir kompartiyaning bir hokimininki bir to'rbatda bir fuqaroning savoliga javob berishi bu olishlaydigan ish. Odatda javob bermaydi. Nima uchun javob berdi desa, Bag'dodning fuqarolarning ovozini anglatib fuqarolarning masalasini hal qilganlik uchun agar shu hokim shu masalani hal qilmasa, shu fuqaroning ovoziga javob bermasa, cho'ng ijtimoiy besimni qoldirganlik uchun bo'lgan. U hargizmi kishilarni hurmatlab mumkin bir insonlik nuqtasidan, lekin eng muhimi Bag'dod Toru'ninki o'qirmanlarning ko'p bo'lganligi, jamiyat ta'sirining kuchli bo'lganligi uchun bu ish murassani qilishga majbur bo'lgan. Yana birisi bizning bu ona til harakatimizni boshlagan chog'imizda Dilyar izchil yasi ichish uchun yo'l oldik deb bir timini boshlagan. Bu jarayonda bu harakat oxiri butun xalq qatnashgan bir harakatga aylanib ketdi. Shuning bilan Urumchi ma'rif idorasi dastlab taraf qilgan, yasi qo'sanglar bo'lmaydi degan narsani. Lekin oxirida shu Bag'dod Toru'dagi jamoat ismi tufaylidan tunji qaytam bir hukumatninki amaldori shu Urumchi shaharlik ma'rifninki shujisi Uyg'ur odam Sıdık bir degan odam, adam bu odam nima bo'ldi, Urumchilik boshliq bo'ldi. Sıdık nima ismi? Sıdık bir narsa bu odamning ismi. Bu odam hatto shu Bag'dod Toru'dagi jamoatning besim tufaylidan yasli qursanglar bo'ladi dedi va biz bilan bu jamoat besimini azaytish haqida suhbat qildi. Yani bizga bak besim kelib ketdi. Bütün Uyg'urlar telefon qilib ketdi. Shunga sizlar Bag'dod Toru'da bir narsa yezib bu besimni azalsanglar dedi. Yani tunji qaytim bir Urumchi shahridagi bir boshliq darajalik bir odam fuqaroninki besmidan, fikridan jamoatninki munozirasidan qo'rqdi. Endikda tunji qaytim. Biz bilan suhbat qildi. Hatto shu chog'da Abdum rayonining bir muavir raisi Ekberga telefon qilib,
bu işte biz hal qilamiz. Sizlar xotirjam bo'linglar dedim. Yani bu Abdunum rayonunun muavin reisleri kadar ta'sir ko'rsatdi bu Bag'dosh to'rninki jamoat qilgan ishi, xayr saxovati ve Uyg'urlarning fikrini yetaklash jihatdagi tuhfalari hatto reislar qadar ta'sir ko'rsatdi. Yana bir shu vaqtda mening shunday esimda bor bir ish botdi. Chunki buni menga ayni vaqtda o'shadagi vatandagi shu Ürümchidagi advokat do'stlarimni menga nima qilgancha, menga so'zlagan. Chunki bu ish qizlarning mana nimasiga daxl qilgan ishda, o'sha chog'da sizning yodingiz bormiki, bir Qashqarda deyman, bir o'rta maktabning mudiri bir shu ishlayotgan o'qituvchiga shunda bir bosqinchilikdek bir ish qilgan. Shuning bilan bu qiz oldindan bir narsani deylik. Masalan, mushu vaqtda, mushu davrda Uyg'urlarda masalan davlatmi ham ayni vaqtda masalan mushu Xi Jinpingmi mushu nimaga chiqqan vaqtda qanday qilib chiqqan desangiz, mening bilan tekst orqali aloqalashinglar, nima dardinglar bo'lsa, menga danglar deb bular hozir shunda bir xil siyosatni nima qilayotgan, ilhomlantirayotgan xalqni. Chunki bular u vaqtdagi xiyolda qanday bo'lgan desangiz, agar biz xalqning fikrlariga javob qaytarmasak, u chog'da nurg'ulg'an ishlar bo'lib ketadi. Shu vaqtida javob qaytarsak, u chog'da millatlar o'tirsidimi yaxshi ishlar bo'ldi deb mushunda bir to'g'ri qarashda, hozir qarash qat'iy o'xshamaydi. Shu davrda bu xil qarashda bo'lgan. Shunga Uyg'urlarmi masalan Bag'dosh to'ridek mushunda bir tonilgan bir vositalar orqali o'zining dardlarini aytib, nurg'un ishlarni hal qilgan meningcha bir yaxshi davr ham to'g'ri siyosatda ayni vaqtda. Shuning bilan bu qizmi bir o'rta maktabning yosh o'qituvchisi ekan, shu jarayonni shu o'zining beshiga kelgan ishlarni to'g'ri yozibdi. Chunki mudir o'rnidan foydalanib o'qituvchini ishdan bo'shatayotgan shunday bir ish bo'lgan. Shuning bilan buningga butun xalq nihoyat g'azablangan. Masalan, ba'zilar Uyg'urlar, masalan, shu bizning Uyg'urlarning masalan allardan tutib shunchalik g'azablangan bir yosh o'quvchining beshiga kelgan. Mening bilishim 400 necha batlik odamlar javob qaytarib, munozara bo'lib ketganda, ayollarning huquqini ko'tarishimiz kerak, qizlarni asrashimiz kerak, bizning millatimiz bunda millat deb. Menga aşağıda mening do'stim 400 nima emas, 400 necha bat bo'lib ketdi hozir deb degan shu kundan kunga o'sdi. Oxiri aşağıda menga ukam shuni deganda, besim odamni o'zining u odam boshliq bo'lgan ekan, o'zining odamlarini izlab, besim qildi, ani o'char deb. Shunlar menga deganda, men qat'iy bu ayollar huquqiga qilingan tajovuz, cho'qim men uningda shunda qo'lladim. Bu chunki men darhol buning nima diqqatimni berdimda, bu nihoyat muhim ish. Masalan, Uyg'ur millatida qizlarning biz cho'qim qizlarning o'rnini ko'tarishimiz kerak degan. Men shu sabablardan andin oxiri u qiz u maktab mudiri chekinib chiqdi, u qiz g'alaba qozongan bo'ldi ham davlatdan aralashdi bu ishga Shinjon hukumati. Ammo shunday yaxshi ishlar amiyatchi bu qilayotgan ishlar shunchaki yaxshi ishlar. Men Akbarning bir parcha xatini ko'rdim. Bag'dosh bir mazgil taqlib qayd etilgandan keyin yozgan xat ekan. Shu xatda biz hammalarning nimasi qo'llashi bilan biz nurg'un ishlarni qildik. Nima debdi, tunugunni untaylik kelgusi uchun davomli yaxshi ishlar qilishga sizlar bilan bir bo'lamiz degan bir ashuna bir xat bor ekan, ashuna ko'rgandim. Shu xil bir yaxshi ham Uyg'ur millati uchun, masalan Shinjonning amiyat bu bir muqimlik uchun shunday yaxshi narsalarni aytsan ayni vaqtda. Shunga masalan Allohda bir 2015-yili men rasmlarimni chiqarib qo'ydim-ku. Masalan, shunda umuman kallasi bek ham ilg'or ham nurg'un narsani o'ylaydi. Masalan, agar masalan 2010-yil ayashlar bo'lgandan keyin biz u yerda nima bilan masalan Hanzu Uyg'ur deb yashayapmiz aşağıda. Masalan bir Uyg'urlarning masalan bir inoqlik bo'lsa, ularni bizni ezib ketmaydi.
Şunun bilan Uyg'urlarma masalan bizda Arman degan har xil shirkatlar o'sib chiqdi. Masalan, shuna bo'lgankin bularmi shu xil amaliyat ahvollarni o'ylagan ahvol ostida bir men Shinjongni so'yman debmi bir faoliyat qildi. Mesela şu faaliyetime mesela Hanzulam qatnaştı, Qozoqlar qatnaştı, Uyg'urlar qatnaştı. Ama shunda ahamiyatli ishlarni qilish orqali bunda o'ylasangiz hammamiz bu yerda bir güzel bir makonda yashayapmiz, ittifoq yashab, kelgusimiz uchun hammamiz yaxshi ish qilaylik degan bir ideya borda, shunda bo'lgan. Men aslida shunda ishlarni masalan davlatning nimalarga qonun bir narsaga nihoyat diqqat bilan, lekin masalan Uyg'urlarning nimasidagi shu naqsiz bo'layotgan ishlarni nihoyat muhim tutib, bir shunday yaxshi ishlarni qilgan, shunday bir eslashdi hamda. Biraz ama hem de biz chet elda yashayapmiz, hem de bizning chiqishlarimiz, hem de ba'ziga kelgan chog'da tamam to'g'ri bo'lsa-yu, balki shu orvozliq bizni bir Uyg'ur ham de bu vatanni mo bizda u bu deydigan gaplar chiqdi. Lekin hamda bizning vatandagi odamlarning ularning vatandagi odamlarning realligini hisob qilib chiqsak, hamda ularning ishlarining tuzilishi, boylik bisimning hamda Xitoy hukumatining bu siyosiy tuzilmasi bilan bekliqi munosabatli bir masala bo'lsa-mu, lekin ozroq bo'lsa ularning ustidagi bisimning yengillishi yanaliqi bizning u ming'illik to'lg'an shuarimizga qaraganchada yana bir ahamiyatga ega deb o'ylayman men. Men shu. Hamda ishonchli bir real masalaga real pozitsiya tutib qo'yishda hamda pek hayajonlanib ketishning hojati yo'q. Hamda bizni Akbar hamda men Akbar bilan çok suhbatlashgan Abduvalik ham obdan taniydi. Hamda Akbarning qonun eng pek yuqorida aqlliq o'zi aqlliq bo'lgandan keyin qayerga qanday dastlashni obdan biladi. Ham uning ichida davlatning rahbarlari bilan bo'lamdi, ishlar bo'lmagan odamlarning ishlarini o'ngshash, ishlarning ovozini yetkazish davlatga. Ham shu munosabat kelgan chog'da boshqaruvchi qatlam bilan va boshqarilgan qatlam o'tirsidagi munosabatning ravonlashig'imi Bag'dodning intayin cho'ng to'pisi bo'lgan deb o'ylayman. Hatto Xitoy to'rbatlaridami bunchalik bir ish yo'qdi. Uyg'ur to'rbatlarida ham uning qaragan chog'da yana bu ko'riklik rol o'ynash ham davlat bilan xalq o'tirsa ko'riklik rol o'ynashda yana sal qarg'in bo'lmaydigan bir to'pis bor. Mena shunday bir ismdi bor. Menmo Uçalar kichik vaqtim to'liq o'tirdi qo'ygan vaqtim dars zili deydigan bir maqol yozgandim Bag'dodga. O dars zilining nimati, mazmun nimati desanglar, bizning 3-o'rta maktabda G'uljida ikkili zvonik chalati, tanaffus qo'ng'iroq chaldi. Shunda ikki xil tilda so'zlaydi. Birinchisi xanzur tilida, ikkinchisi ingliz tilida. Lekin u maktabda ingliz yo'q. Uyg'urlar bor, Uyg'ur bilan xanzurlar o'qigan maktab. Shunga uni to'g'riliq men bir maqol yozdim, qanda bo'lib ketdi. Desem şuna Bag'dod to'g'ri maqol yozdim. Jalol men kichik vaqtlarim u bizning maktabga advokatlar telefon qilib so'rabdi, gapiribdi. Bizning maktabning mudiri chaqirib, butun o'qituvchilarni chaqirib, qaysinglar yozdinglar deb, bir o'quvchining buni yozganligi qallasiga kelmay, o'qituvchilarimning bizning o'qituvchilarni nim qilgan gapda hamda bir jazo nim qilib shularga. Ham shunchalik darajada biz bu yer chet ellikqa va cho'ng shuarta bo'lgan bilan haqiqatan buning o'ziga tushib bir ahamiyati bor, buni men birini demayman, lekin endi bir vatanda yashayotgan bir Uyg'urning vatanda o'qiyotgan bir o'quvchining ko'zida menda real bir masalalar nima deymiz, hal qilinishga uchrash ehtimoli bo'lgan, menda real hal qilish usullari texmo kritik rol o'ynaydi, uning ahamiyati menimcha texmo cho'ng. Hem de yana sizden qayta nima qilayim de hozirgi Akbarning ahvoli to'g'risida Akbarning hozirgi shunchalik qonunga rioya qilgan bir shaxs ashadalik nurg'un ahamiyatli jamiyatga to'p qo'shgan bu Uyg'ur ziyolilarida Uyg'ur jamiyatining oqartirilishida nurg'un to'pisi bor hamda Akbarning qurgan Bag'dodniki. Chunki Uyg'urlar konvensional media degan davlat kontrolidagi televizor, jurnal degandek narsalarning hammasi bir xil sansur mexanizmi bilan kontrol qilgan ekan, Uyg'urlarning yangi mediasi va ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati boshqa davlat, boshqa millatlarga qaraganda texmi oshganda bizda.
Şunda bir şahsının bu tutulup geçişinin sebebi siz için nima? Siz bunu qanday qaraysiz? Ekberning hozirgi ahvoli to'g'riliq bizga ma'lumot berasiz? Men abay siz bir narsa dedingiz, masalan, mening nazarimda Akbar bir amaliy ish qilgan, masalan, millat uchunmi, mening nazarimda, menimcha hamma buni cho'qim qo'shilsizlar. Masalan, nurg'un yaxshi ish qilgan. Shu hatto bir esimda qilishicha, shu bir ishga o'qiyotgan bir Uyg'ur o'quvchilarning tomoq masalasida shunday bir ishlarmi, shu baqlash to'g'rida bir nimalar bo'linib, ashlarmi hal bo'lgan ham shu xil usullar orqali hatto shu ishkirdagi maktablargami shunday ta'sir ko'rsatilgan shunday bir narsa, haqiqatan shunday bir ish qilgan odam desak, mana Akbar shu vaqtga nurg'un yoshlarni desak bo'ldi. Masalan, men miyat bir advokat bo'lib bir ishlar qilyapman, lekin biz ashadagi haqiqiy mana ish qilgan yoshlar ashada deb qarayman mening nazarimda, birinchidan. Ikkinchidan, masalan, siz abay dedingiz, masalan, u yerda yashayotgan hammamiz, masalan, menmi burun shunda o'ylagandim. Masalan, men Turkiyada yashayotgan bir 2 yil turgan vaqtimdami, burundan aşağı edim. Masalan, men hem kasbda natija qazansam, hamma jihatdan yaxshi bo'lsam, bular qarab, bu Uyg'urlarmi shunday isil millatga biz bularni qadrlashimiz kerak, gargizmi bosmasimiz kerak deb qaraydi deb men bunda o'ylaydim. Masalan-chi, men o'zim Akbarning shu masalan jamiyat ta'sir bo'lganki, aniqla hukumatmi uning bilan suhbatlar bo'ldi. Masalan, Erkin Tunyaz degan odam hozir dangliq bo'lib bir narsa bo'lib ketdi, hukumatning boshqa masalan shu odamlarmi ayni vaqtda rasmlari bor, kelib Xanzolar bilan Uyg'urlar bilan Bag'dashning shirkatga kelib tushgan rasmlari bor ayni vaqtda. Shunda yaxshi ish qilyapsizlar, sizlar orqali biz qurollarning hojatidan chiqyapmiz deb shunda degan gaplari bor-da, ayni vaqtda bunda o'ylasangiz. Ondan yana bir, lekin biz Jungo degan yana bir censorship qildi. Agar bir tema nachar bo'lib qolsa, bular darhol o'chirsan deb soqchilar telefon qildi. Bag'dashda cho'ng bo'lg'achqa 4 soqchi ko'rib turdi ekan kunda, nima xabar bo'lyapti, nima deyishyapti Uyg'urlar deb. Masalan, ba'zi narsalarni haqiqatan agar bular bu narsani chiqarib atsa, uning amal yo'q. Lekin masalan, qizlarning dapsanda bo'lgan narsalarga bu hukm uningda bu yerda bir prinsip bo'lmasda, bir qizning nimasiga tajovuz bo'ldi deganda, buningda siz uni hukm men buni qo'llayman dedim. Men buni qo'llashim. Bir siyosiy masala emasda bu. Shuna bo'lganki, masalan, bir ish olib qolsa, uni amal yo'q, uni cho'qim chiqaradi. Ammo shunda ahvol ostida lekin shu xil muhitda nurg'un yaxshi ishlar qilgan bo'lgankin 2016-yili Akbar 2015 deyman, shu Amerikaning bosh elchisi bilan ko'rishibdi. U Bag'dashning nomi hammaga chiqqan bo'lgankin, ashada bosh elchi shu Urumchi kelgan vaqtda bir muncha yoshlar bilan ko'rishgan. Ularning ichida Akbar bor ekan. Max Bakis deb. Boshqa qaysi yoshlar bor ekan acaba ularning bilamsiz? Boshqalarni bilmayman. Keyin shu Qosimjondan anglagan vaqtimda, hozir VOA'da ishlayotgan Qosimjon 2016-yili 1-oyning 1-kuni, ya'ni hukm tutilib ketishdan 4 oy burun bir yangi yil bularning yangi yil faoliyatlari bo'ldi-ku, davlatning o'rinlashtirgan. Shu Qosimjon bilan Akbar ashak beribdi ekan. Uyg'urlarga vakolatan, Uyg'ur yoshlarga vakolatan. Demak, davlatmi buni yaxshi ish qilyapti, mayli xalqning nimalarini anglayapmiz deb bu xil siyosatga to'g'ri deb qaraganda shunday vaqtda. Shuningdan ondan 2016-2-oyda shu Amerikaning bosh elchisining nimasi bilan bu yerga keldik. Amerikaga keldik. Kelgan vaqtda men o'zim shunda dedim. Men Harvardda o'qiyotganki nurg'un ishlarni bilib turman. Bizmi u vaqtlarda bir xil mishaga kelishdim burunmi degan, bizga siyosatni bir muncha nimalar ishlaydi-da, ma'lumlarimi ashadiki sen aralashma, nimalar bilan bilmaysan, bularning tarixlarini bilmaysan, shu o'qishinglar qilib yur deganki, men o'sha xil tavsiyani berdimda Akbarga. Diqqat qil, uning ustiga bu yerda bir necha xanzolar bilan kelgan. Ishni bo'lib kelganda
Shu bilan ketdilam aşı yo'qolib ketdi. Aş Amerikadan qaytışlıqlam yo'qolib ketdi. Dal bu mushu kamplarning qurilayotgan vaqti emniyetida o'lsiz. Hozir nurg'unlagan xabarlar 2017 deydi. Emniyet 2014dan boshlab boshlangan bu ishlarchi. 2016 masalan chetdagi chiqqanlarni qattiq kuzat qilish. Masalan Akbarning bir kuzat qilg'uvchilarning birisining nimasi kirgizib qo'ygan ekanda. Bo'lmasa davlatning ruxsatini elib chiqqan. Ama nurg'un o'ylab baqdimcha, masalan to'r uchun bo'ldimi desam, Akbar kirib ketgandan keyin 2017-yili 5-oygacha Bag'dash to'ri normal davomlashib yuraverdi. Shunga bu to'rdagi ishlar bilan deganga hech qanday bir qonun jihatdan agar haqiqatan to'rda masalan bular davlat nomasi bular chiqirib o'tdi, o'chirib o'tdi, u degan yo'qdi men desa u bir sekund ichida qila oladigan tursa ular. Uni qilmadi. Shu 1 yildan ortiq vaqtda shunda turgandan keyin andın hamma Uyg'ur to'larini yo'qotdi. Shu vaqtda yo'qotdi-da. Shunga mening hamda o'zimning qarag'inim shu chet elga chiqib shu Amerikaga kelib bir dunyoga texmi to'nilganligi uchun Amerika bilan Jingoning munosabatlarini nacharlashayotgan vaqtda ufqamni bir nima qilyapti deb ashunda o'yladim. Ham masalan keyin bu New York Times'da chiqqan New York'ta birlik maqoladimi yazdığı ki chet elga chiqqan Uyg'urlarni biz cho'qim turmaga kirish kerak degan bir kampga kirish kerak degan bir aşı nimlarining ichiga qo'yib qolgan. Shunga men shunda o'yladim hamda shu xil ehtimol eng kuchli agar to'r orqali bo'lgan bo'lsa, menimcha 1 yildan keyin bu hargiz turolmaydi u yerda. Rost. Hozir qancha yil vaqt bo'ldi nimaning turi yana qanchalik vaqti bor ekan, qanchalik kesilganligi ma'lummi? Biz masalan mening ota-onamning qo'liga yoki bir masalan bizning o'yitlarimiz hech qanday ishni bilmay, necha yil o'tib ketdi, 4-5 yil nima bo'lganini bilmay yurib ketdi. Faqat men shu New York gezitiga chiqqandan keyin biz tunji qatam 15 yil degan gapni biz tunji qatam angladik. Mesela biz bayağı aşılqı 5-iyun vaqasidagi nimalarni dedik. Mesela aş vaqtlardimi bular bunda kesma. Hozir ilqi mesela men bir advokat bo'lg'achqin nurg'ulgan shohid bizdagi ma hukmlar qarab baqdimchi. Bu o'xshash bir gunohni bularga davlatning yolg'ondan to'qib chiqsimi, Uyg'ur bilan Hanzur shunchalik farq bor. Mesela Hanzurlarning mesela dissident deb qo'yamiz, masalan, fikr qarshi nimalar bor. Masalan, ular 3 yil, 5 yil qilsa, Uyg'urlarga 15-20 bular uchun hech qanday narsa emas. Bizning hayotimiz bular uchun hech qanday narsa emas amniyatda. Shunga masalan Akbarga nima debdi? Shandong min su cho'xin degani hamda milliy o'chmanlik deb, milliy o'chmanlik. Bu milliy kamsitish deb bu bir Uyg'ur kamsitayotgan millat, o'zini besayotgan millatga qanday bir kamsitlik qila oladi shunami? O'ngilsangiz mantiqsiz-da, shunchalik mantiqsiz. Iliq bir qartillik beribsa, irqchilik qilyapsa degan bir gapda bu. Ya, ashunda bir irqchilik qilyapti. Bu qanday bir irqchilik qildi? Amiyat qarasangiz, masalan, men Shijan Suyman deb abay bir faoliyatning gapini qildim masalan. Men uning qarasangiz hech qanday isbot yo'q. To'qiblan bir narsani chiqargan. Balkim bu ismni qo'yavergan bularchi. Shunga men agar onda bo'lsa 3 yil bo'ldi, bu 15 yil qanday keldi? Hech qanday qonunga tushmaydi qadimlarigimchi. Degandan keyin milliy bo'lish debmi bir narsa debdi. Degandan keyin men uni u 5 yil bo'lmasa degandan keyin undan yana darhol qaytib bu qonuniy bular o'yin. Bu qonunsiz davlatda hozir Şinjan bir qonunsiz yer. Hozir mushtabki vatanimizga Uyg'ur xalqi bir qonunsiz holatda yashayapti. Ashunda bir yerda yashayapti. Ashuna bo'lgankin ufqamni masalan 15 yil dedi, men buni qat'iy e'tirof qilmayman. Bizning o'yinlarimiz qat'iy e'tirof qilmaydi. Masalan men ayni vaqtda nima aqidaning abstog'liq biz anladik masalan Rayla Davud ma'lum uchunmi? Masalan bir umrlik degan vaqtda birinchi degan aqida bu qonunsiz qilgan hukm emas, hatto bir sudmi ichilmagan. Akbar uchun masalan xalqaro BDTning qaror chiqardi. Amerika Jingo hukumatiga shuna debdi.
agar haqiqatan Akbar sen degan irqiy kamsitishni gunohiga nima qilmasa isbotini ko'rsat bizga. Masalan, sud echildimi, sudni ko'rib boqaylik. Ularning bir rekordi bo'ldi-ku, masalan, sudning bir yozig'chi nimasi, ashlarni ko'rib boqaylik. Degankin hech qanday narsani chiqaramagan gap. Ondan oxiri BDTning qaror chiqarib, Akbar ne yo'qotib o'tish hatto. Ashunda bu tutilg'ini qonunsiz tutilmoq ham yo'qotib o'tishdikmi deb qaraydi deb, ondan hatto Akbarga bir mun to'lam berishni ashunda bir qaror chiqardi masalan. Mushukli holatda masalan Akbarlar emas, nurg'ulg'an yoshlarimiz, o'qituvchilarimiz, ilm masalan Akbarning masalan Uyghur Intellectuals'ning ichiga kirsak qo'ysak bo'ldi masalan. Shunda masalan Uyghur Intellectuals nima deymiz Uyg'urcha? Sarxillar bo'lamdi Uyg'ur Abdulaka, Uyg'ur sarxillari bo'ldi-ku. Sarxillar ham mushu xil hamda shu vaqtda masalan inglizcha cultural icon deb qo'ymizda, shu madaniyatni yuksalayotgan o'zining kasbida algı ilgilash orqali yetilayotgan yoshlarni ham bir xil yo'qotib o'tish deganning fojiasi ahamiyatda mashinalarni o'qisiz. Shunga men gerçi 15 yıl vesilemiz kollektif kelgan bir qazodamda kollektif qilingan bir hammasini jazolash degan narsa. Shunga buni men qat'iy to'g'ri qaramayman, ham unimi e'tirof qilmayman. 8 yil bo'ldi. Men masalan har kuni ukam ati chiqdi degan bir xil umid bilan yashayapman. Chunki bir esan bir gap qildingiz, mening shu davomli o'ylayotgan yerim shu. Biz eng muhimi masalan sirtda shu Uyg'urlar uchun ish qilayotgan, mayli aktivist bo'lsin, advokat bo'lsin, hammamiz eng muhim meningcha o'ylashgan birinchi ishimiz shu yerdagi begunoh yashayotgan Akbardek nurg'ulg'an odamlarimizni qanday qilib azobini tezitib yo'qotishga tirishimiz kerak. Qanday qilib bu odamlarni darhol nurg'ullar qarindoshlarni ko'ramiz, bilmaymiz. Agar bu davomlashadigan bo'lsa, balki mashada o'lib ketishi mumkin. Hech qanday bir xilqi izsiz, hech qanday bir narsa bilmaylar, mashina bu ketadi-ku. Shunga men unda bir cho'ng shuar to'lgan odamlar o'zim yaxshi ko'm, mening nimam qanday qilib shu azobni azaytimiz, qanday qilib odamlarimizni chiqarib olamiz. Shu menimcha eng muhim narsa deb qarayman. Hamda o'zimizning hamda ba'zi odamlar farqli o'zlarining siyosiy irodalar bo'ldi, shaxsiy orzular bo'ldi, shaxsiy siyosiy nishonlar bo'ldi. Endi bular muhimmi yoki bizning vatandagi xalqlar haqiqatan azobini yengiltish muhimmi? Hamda bu yerlik reallik bilan hamda bizning o'zimizning g'oyibiy qalbimizdagi tushunchalar o'rtasida bir farqda hal qilish usulidagi bir farq. Hamda Abdulaka aytgan biz Rayam bilan jiq paranglashib ketdik. Siz hamda boyaq bizning so'zlarimizga qo'shimcha qilgan so'zlarimiz bo'lsa, qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Anatki sizdan so'raydiganim bu biz 5-yildan burungi masalan Salkin diyorim Misranimma, u Misranim yo'qmi o chog'da Shabnam. Shu turbatlarning ahvoli bilan 5-yil vaqasidan keyingi Uyg'ur torlarining ahvoli va anandikin bu 5-yildan keyin 2016 taqaldi butun turbatlar va hozirgi ahvoli o'rtasida bir kichik qisqa bir selishtirma qilib beralamsiz. Bo'ldi. Bu nimadan burun 2009 5-yildan burungi Uyg'ur turbatlari asosli naqshi musiqati. Naqshi musiqa anglaydiq, naqshi musiqati undan boshqa asosan adabiyotdi. She'r, hikoya degan narsani o'rtoqlashadi. Lekin bu ijtimoiy temalarga chetilmaydi bek. Jamiyatda bo'layotgan nohaqchilik, adolatsizlik, Xitoyning siyosatidagi benormallik, ondan shaxslardagi zo'ravonlik degan bu ijtimoiy temalarga asosan jiq chetilmaydi. Lekin unda temalar bor, lekin bek jiq chetilmaydi. Mening esimda qilishcha, diyorim to'rga men Turkiyadan 2005-yilda qaytib kelib, Türkiye to'g'risi bir nima evassam, Turkiyadagi Uyg'ur masjidi deb shuni tasdiqlabdi. Tasdiqlamagandan keyin men telefon qildim. Nima deb mening bu tasdiqlandinglar desam, biz bundaq siyosiy temaga chetilmaymiz degandi. Demak, burun
bular haddidan ziyada boshqarish kuchli bo'lishi mumkin. Haddidan ziyada ehtiyotchanlikka ijtimoiy o'tkir temalarga odatda chekilmaydi. Ular yaqin kelmaydi. Endi bu 2009'daki bu 5-yildan keyin bu Rayhonmi dedi, hukumat, ya'ni Xitoy hukumati ashunday bir narsa ta'sis qilgan, ya'ni har bir Xitoyning boshlig'i, Xitoydagi ma'muriy amaldor bir nima ta'sis qilish kerakdi. Bir email adresi, ilxat adresi. Bu ilxat yo'q jamoat etish kerakdi. Shunga bu balkim bu Uyg'ur torlarining taraqqiy qilishining yana bir sababi Xitoy hukumatining xalqning ovozini anglab boqayli degan bir siyosatning bir nimasi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, Xi Jinpingning yana bir gapi bor, taxt chiqishdan burun degan gapi bor. Huquqni cho'qim qafasdan selish kerak deb bir gapi bor. Xitoycha gap bu hamda shu ashi bir real chiqdi gap. Huquq qafasdan solamiz degan bir gap bor. Bu gapdan bizning nimbak hayajonlanib ketgan bizning ma'lum Dilyar. Endi ishimiz eqib ketdi. Xi Jinping huquqni qafasdan selish qilamiz dedi. Unda bo'lgandan keyin bizga qonuniy erkinlik onun qonuniy yo'lda tizim qo'shning sababi shu hamdi. Demak, Xi Jinping bu qonun bo'yicha ish qildi. Bu hatto Ilhom To'xtamashda qaragan. Ilhom To'xtam ma'lummi, Xi Jinping chiqdi kelgusida chiqishdan burun. Demak, bu qonun bo'yicha ish qildi degan narsani shu ma'lum boshda o'ylagan. Shunga bu Uyg'ur torlarining taraqqiy qilishi bu Xitoydagi umumiy nim bilan munosabatlik. Umumiy biroz erkinlik, biroz kenglik bilan munosabatlik. Endi hozirgi Uyg'ur torlari qarasak, Uyg'ur torlari 2017-yil menen shu Rayhonning degani bo'yicha 5-6-yilda taqaldi. Asosan hozir butunlay taqat holatda. Uyg'ur torbatda asli kemidi. Lekin ilqayma senga ya'ni Xitoycha nimalardan baqo ilqay TikTok'ning Xitoycha versiyoni u bu deyotganda yana bir Uyg'urlarda bir jamoat ish ekan, o'sha yerda videolik sinliq bir-birisi bilan bir paranglashib ba'zi masalalarni o'tirib qo'yib deganda bularni alaylikda siz nima qilib baqdingiz, kuzatib baqdingizmi mush masalalarni? Men kuzatib baqdim, u xatarlikkan. Masalan, bir misol napasam, bir bala nima uchun tutilib qopti desa, Xitoyning men bilmaydim, boshqa balda so'rab bilgandim. Xitoyda shovqin deb bir narsa bor ekan, bir app bor ekan. Men oldim. Bu appda u bala Uyg'urlar nega basi bo'ldi? Yo'q, Uyg'urlar demabdi. Shinjongliklar nega basi bo'ldi deb bir narsa chiqarib qo'yapti. Chiqargandan keyin ostiga bu bala, ya'ni tutilgan ilqi bala Yaponiyaga basi bo'ldi deb yozib qo'yapti. Yozib qo'ygandan keyin shuni yozib qo'ygandan keyin shu bal chiqdi. Sen nima deb Yaponiyaga basi deding? Yaponiyada kimni tanıysan deb. Endi yana bir qiz bu nemadan bu ko'rlid bo'lgan ish, yana bir qiz 16 yosh bir qiz nima qilibdi? Tordan bir naqsha anglabdi, bir Uyg'urcha naqsha. Uyg'urcha naqsha, u naqsha cheklangan naqsha ekandiq. Shuna u qizni kirib tutyapti. Shu do'yindan anglabdi ekanda. Bu 2022-yil 5-oyda bo'lgan ish. Ham demak, bu ijtimoiy taratqular kishilarni amaliyotda maddoh etgan chog'da erkinlikni joriy qiladigan emas, erkinlikdan mahrum qo'yadigan bir vosita bo'lib qoldi. Ya'ni shu yerda kontrol qilindiganda kishilar anglagan naqshisi degan gapi nazorat ostida ekan. Shunga endi bu Uyg'urlarning do'yin, ya'ni bu Xitoycha TikTok orqali jamoatlashishi anchalik mumkin emas deb qildi. Lekin endi yanıla kishilar o'zining orzularini, ko'z qarashlarini, dardini da'vatidi. Masalan, bir Qumulliq Zumrat degan ayol yeri tortilmagan chog'da dedi o gapni. Degandan keyin uni Erkin Osiyo xabar qildi. Ana o ayolning tutilib ketganligini xabar qilindi. Demak, yanıla kishilar o'zining jasoratini ko'rsatyapti, yanıla sinavyapti. Menimcha Uyg'urlar yanıla biz menimcha qo'rqib ketganlar chet eldagilar bagrab qo'rqib ketdi deb qaradim men. Chunki vatandagilar yanıla sinavyapti ba'zi ishlarni. Shunga menimcha bu ijtimoiy taratqularningki kontrolli qancha kuchli bo'lgan taqdirdami, yana Uyg'urlar o'zining orzusini, o'ziningki kuchirayotgan xo'rliqlarini bir amallar bilan dunyoga jakolashga tirishadi. Bu ham davom qiladi deb qarayman. Hem şu can turmuşluq kelgende her xil vasıtalar bilen mon bisim bolsun, yani özünün erkinlikini, yani özünün bir
kevatqanlarni alıştırışda adam. Lakin yana mesela şu bayam deb o'tib 2009'dan 5 yıldan burunqi Uyg'urmuş torlarini qurganlarning beshig'iga kelganlar bilan mesela 5 yıldan keyingi bağdaş mesela Ekberning ahvolini hozir anglab o'tdik. Bularning beshig'iga kelganlar o'rtasida bir o'xshamaslik farq bormi? Yani bu qandayroq bularning umumiy Çok fark var. Mesela bir misal keltireyim. Aynı vakitte nime şu Uyghur tilinin kanuni ornunu asıl keltiriş doğrusu bir çakırık ilan kılınan. Bu çakırık bilik torda ilan kılınan 2016 yıl ilan kılınan bu çakırık. Bu çakırık ilan kıygan bilik toru takalmagan. Bilik torudan fakat bir adam tutulgan. Kağalla tutulmagan. Endi bunu biz 2009'dan keyin sirishtirib bakaylı. O mesela o torni başkurguchilar emas, şu torni maqolasi qilib tutilgan. Endi buni 2017 ga olsak, o torni maqola yozgan emas, şu torga a'zo bo'lib kirgan tutilgan. Ya'ni chunki har bir torninki a'zolik sistemasi bor desam bilsa buni, shu a'zo bo'lganlar tutilgan. Ya'ni u Bag'dashning qurg'uvchisi emas, Bag'dashga a'zo bo'lgan Uyg'urlar tutilgan. Bir a'zo bo'lib qo'yganlik uchun. Şunu bu seliştirme men açımı şundagan. Tushundim. Reyhan endi biz oxirgi minutlarga yiqilishyapmiz. Oxirgi minutda shu endi Akbarning Uyg'ur tor mediasini qurg'uvchilarining ahvollarini endi biz o'zimiz Uyg'urlarning ichida bilib turyapmiz, axborotlar chiqyapti. Buni dunyo tunishiga siz jiq faoliyatlarni ifodangiz, nurg'un davlatlarning parlamentlarga berib so'zildingiz, nurg'un qurulishlar, nurg'un faoliyatlarda so'z oldingiz. Yani bu cihetdeki ahvollar to'g'ri bizga bir ozroq ma'lumot beramiz. Qanday faoliyat olib beryapti Bag'dash shu to'r qurg'uvchilarining beshig'iga kelgan kunlar dunyo oltishiga degandek. Masalan, shu bir maqola chiqdi, The Wire degan bir fan texnikasiga sohasiga tunilgan bir jurnal bor. Shu jurnalda masalan Uyg'urlardagi to'rchilikning tuganligi deb nurg'ulg'an odamlar to'g'riliq bir yaxshi bir maqol bo'ldi. Men shular bilan shu muxbirlar bilan ayni vaqtda ko'rishgan. Masalan, abaya masalan kimning Zumrat degan qo'mildagi bir ayolning gapini qildik. Masalan, bir sikilib sizning yeringizni tortib olsan, u sizning uyingiz, sizning mulkingiz. Amiyati Jungoning qonunida sen mulkingni qo'g'dishing kerak degan qonunga yozilgan narsada. Unda bo'lgankin mesela shu jihatdami masalan agar bir xanzular bo'lsa, ular to'g'ri yozdi, u ishlar hal bo'ldi. Endi qo'pib Uyg'urlar uni yozsa, u ayolni tutyapti. Biz hozir demak bir xil masalan biz irqiy qirg'inchilikda yashadik. Bu e'lon. Ikkinchisi masalan crimes against humanity, insoniyatga qarshi jinoyatdir. Menimcha biz Uyg'urlar hozir buni bir apartheid apartheid degan ne? Masalan, degan shu xil nimaga kirgizishimiz kerak. Irqiy bir xil irqsizlik, boshqa xil bizning irqimiz uchun boshqa xil muomala qilayotgan degan bu xalqaro tonilgan bir jinoyat bo'yicha. Masalan, shu haqda biz to'xtalishimiz kerak deb men hozir shu xil qarashda jiq o'ylayapti. Chunki buni mesela South Africa qarasangiz, mesela South Africa ayni vaqtda Afrikadagi bir davlat-ku, ayni vaqtda axloq huquqi bilan kishilarning huquqi ikki tarafni qat'iy o'xshamagan holatda. Shunda bo'lg'achqa masalan bizning nurg'unlagan Afrikadagi davlatlar Jungoning iqtisodiy kuchi bakrak kuchli bo'lganligi uchun Uyg'urlar uchun gap qilmayapti. Lekin men nurg'unlagan basharchilar bilan ko'rishgan vaqtimda 100 turani menga deganda u yerdagi ishlarga haqiqatan odamning chidg'il bo'lmaydi deydi. Bu benormal bir holatda yashayotdi Uyg'urlar deb. Chunki bu masalan shu yerdagi masalan Afrikada yashagan xalqmi bu xil irq kamchilikning qanchalik generations, necha 30-40 yil, hatto 100 yilmi buning davomini Uyg'urlarning his qiladigan bek yaxshi bildi. Ama mesela Jungo'nun mesela iqtisodiy besimi tarafidan to'xtab qoldi. Shunga biz menimcha bu bo'layotgan ishlarning bir xil apartheid bo'lganligini dunyoga anglitishimiz kerak. Biz bunda qolaqda undan Afrikadagi nurg'ulg'an odamlar
nima bizning beshimizga kelayotgan ishlarni birisi o'rtoqlasha olamiz. İkincisi gerçi men mesela mening qarashlarim bir advokat bo'lganim uchun balkim o'xshamagan bo'lishi mumkin. Lekin bir millatda nurg'unlagan o'xshamagan fikrlar bo'ldi. Shuning biz o'xshamagan fikrlarga hurmat qilishimiz kerak. Menmi boshqalarning mendan o'xshamagan qarashlariga 100% hurmat qilaman. Chunki mesela ularning orzularimi xalqaro qonunda e'tirof qilingan bir xil orzular, e'tirof qilingan huquq ham aspiration deydi. Tanlash yo'li deb qarasak bo'ldi. Bir eng muhimi hamda hozir mushu BDT'dan biz to'g'riliq yozilgan maqolami mana 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi insoniy jinoyat qilding deb ashunda bir hukmni chiqargan ahvol ostida BDT'ning bunga rasmiy bir ish qilmaydi hozir. Endi hozir menimcha bu o'zgarish kerak. Biz buning o'zgarishi uchun hammamiz tirishimiz kerak. Shuning uchun men mushu ishni mushu Ufkamning to'g'riliq so'zlar orqali ham Uyg'urlar to'g'riliq so'zlar orqali 4 yil bo'libdimi, 4 yildan oshdi. Haqiqatan charchaydigan bir xizmat bu. Chunki o'zingizning azobini to'xtamay so'zgingiz kelmaydi. Nurg'unlagan Uyg'urlar, nurg'unlagan mesela ota-onasi, qarindoshlari yo'qolib ketganlar hammasi charchadi. Lekin biz mushu vaqtda agar bel qo'yib olsak, u chog'da bu adolat hargizmi erishamaymiz. Bu hargizmi bel qo'yayotgan vaqt emas. Şuna men bu bizning paranglashimizning nayt bir Uyg'urlarga yangi bir ruhiy jaddan bir umid berishni umid qilaman. Chunki men shuni dedim-ku, men Ufkam ati chiqadi degan umid bilan yashayman. Agar bir umidsiz bo'lsak, bir shu Amerikadagi bir tanliq advokatning bir gapi bor. Umidsizlik adolatning eng cho'ng dushmani degan gap. Bu shunda esil gap amiyatmanda o'ylasangiz-chi, shuna nurg'unlarimiz charchagan bo'lsakmi, menimcha qaytadan bir jonlanib aktivizm bilan shug'ullanishimiz kerak. Ondan Uyg'urlar to'xtamay Facebookda bir-biridan urushib paranglashirga. Unda qandin men Instagramlarda men nim qotqanlarni azroq bir like qilib qo'ysimchi, amniyatda ashuni Instagramning algoritmi jiqroq tashabbus qildi-da. Ashuna bo'lgankin mesela Palestinliklarning nurg'unlagan o'zining dardlarini Instagram orqali anlatyotdi. Shuning biz Instagramga ko'chishimiz kerak Uyg'urlar. Mesela Twitter'da qilyapmiz-ku, Instagramni biz yaxshi qo'llaydi. Chunki bizda nurg'un paket narsa cho'ng, ham videolar bor, Uyg'urlarning satellite imagelar bor, mushlar orqali anlatib dunyoga biz qaytadan bir new momentum, yangi bir nimani chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Biz namda Uyg'urlar u Instagramlarda u ishlarni qilishning o'rniga chiqaraq Facebookda bir-birini tillab chiqaraq bir g'ul-g'uli bo'lsa, chiqaraq o'yin tomosh chiqsa, ba'zi odamlarga shu xo'sha qilib. Bo'ldi, Rayhan ko'pdan ko'p rahmat qatnashib berganingizga program ishida oxirlashaylik. Abduali akamning bir ishi bor ekan, shu Baldurda bizdan ayrildi. Amalarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizning programni portlash oxirlashiga ozroq vaqt ketadi. Şuna qizil siziq